Do'stlar, videoga bittadan like bosib qo'yinglar. Biz sizlarga hozir birma-bir usta akamiz bilan savol-javob qilib, narx-navosi, kvadrati qanchaligini aytib o'tamiz. Xo'p, usta aka, bu xonadon o'zi necha kvadratli ish va necha kvadratli xonadon bo'ldi aka? 300 kvadratli hovlimiz Samarqand shahrida joylashgan. Xo'sh, bu ishimiz kartamera fason bo'lgan, oq travertindan ustiga jemchuglarni urib, polirovka bo'lgan. Necha kunda qilib berdingiz akajon? 2 haftada tugatib berdik. 2 haftada? 2 haftada mana shu 300-400 kvadratliklarni ham tugatsa bo'ladi. Bemalol hozir ob-havoda bemalol tugatsa bo'ladi. Shu travertin kartamera fason mana suv bilan yuvdik. Umuman mana bu dog'larga ham даже loyicha kirib qolmagan do'stlar. Bemalol qo'rqmasdan super mo'yshe travertin. Oddiy travertinga qaraganda buni xususiyatlari juda ko'p do'stlar. O'zini tarkibida suv qaytaradi va issiq sovuqda ham qaytaradi aka, nasib bo'lsa. Xuddi shuni yomg'irga, issiqdan qo'rqmaydi. Fasoni ham hozirgi yangicha fasondan kartamera, sokil, devol, tunikafon juda ham bir-biriga mos tushgan ranglar. Boyagidek ko'zni charchatmaydigan ranglar. Hozir ichkarilarini ham ko'rsatamiz, juda ham chiroyli chiqqan. Eng trenddagi rang bo'lgan 2 haftani ichida bitiribdilar. Mana derazalarni girdiga tunka nimadan qilganlar? Tak, Pinaplexdan bo'lgan aka? Xuddi shuni Pinaplexdan mana bu tosh fason berilgan. Buni ham usti sepib, zaterka qilib, operatorimiz ko'rsatadi. Juda ham hozir ustilarini chiroyli qilganmiz, sepib zaterka qilingan. Tegadan chiroyli qilib travertin sepilgan ama ustiga buni. Sepib, zaterka qilingan, ustiga jemchug laklari berilgan. Suvdan qo'rqmaydi. Sokullari mana bunaqa qilingan, sokullari qora bilan oq chiroyli bo'lgan ekan. Uyda ishlarini ham ko'rsatsak aka endi, keling qani. Mana bismillah. Uyda ichimizga ham arkalar tushirilgan do'stlar. Arkaning ichiga yangicha fasonlar qilingan. Mana kirib kelganingizdan 6 ta arka bor ekan aka uyda ichiga ham. Arka tushirib, arkaning ichiga g'ishcha fasondan berganmiz. Mana g'ishcha fason qilingan ekan do'stlar, qaranglar. G'ishcha fason o'rtalari kulrang qilingan ekan. G'ishcha fason arkani bu ham Pinaplexdan bo'lganmi? Pinaplexdan ramka qilganmiz, ramkaning ichiga g'ishcha atrof kartamera bo'lgan. Bu alohida summa bo'ladimi yo bitta summa bo'ladimi? Yo'q, ichida qilib ketaveradi. Ichida bo'lib ketadi, ha? Ya'ni qanaqa fasonlari bu arkani ichiga tushirsak? Bu juda ham bu takrorlanmas, juda ham ko'p xillari bor. Xolasa yaproqlar, xolasa trafaret. Endi bu uy egasi hozir g'ishcha deganga biz g'ishcha tushirib berdik. Bu juda ko'p fasonlar bor. Do'stlar, usta akamiz nomerlari, telegramlari ham bor. Bemalol yozsalaringiz, arkaning ichiga qanaqa fason ketishini va uylaringizga qanaqa fason qilishlaringizni sizlarga obrazец tashab beradilar. Xohlagan fasonlarni tanlasalaringiz bo'ladi. Har bitta oynani girdiga Pinaplexdan tega yopishtirib beribdilar. Mana bu taraflari travertin kartamera fason qilingan ekan. Endi narx-navosini aytib o'tsak, hammaga qiziq. Aka, usti narxi alohidami yoki ichida qilib berasizmi? Hamma narsasi ichida $10 dan qilib berganmiz. Faqat bizga mana penalarni sotib bergan ustunovkalarini ichida qilganmiz. $10 dan mana shu kartamera fasonini fonla qilib beramiz hammasi. Mana do'stlar, eshitdinglar, $10 dan ichiga xizmat haqqi ham ichida bo'ladi. Xizmat haqqi, o'sha materiali kiradi bizga, lesasi, xo'sh, keyin mana bu tegalarni olib beradi. Shularni ustunovka qilib ichida qilib beramiz. Lesasi bor, xo'sh, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. 12 ta viloyat bo'yicha nomer 24 soat ishlaydi. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Uyimizga baho beringlar. Eng so'nggi rusumdagi hozir fason bo'ldi-a bu travertin oq kartamera fasoni. Hozir 2025-yilda eng trenddagi fason, hozir atachentalari urilgan. Hozirda talab kuchli bu fasonga. Yaxshi. Bu taraflarni qanaqa qilib berdingiz aka, mana bunaqa dizaynni? Bu shikolatkalar sepilgan, sepma variant. Mana bu tegalari bilan bu shikolatkalar bir xil, devor bo'lsa kartamera bo'lib ketgan. Sepilgan bo'ladi-a bunisi? Ha, sepilgan. Pinaplex bilan mana bu girdisi sepilgan ekan, bu tarafi travertindan qilingan. Aka, necha sloy bo'lgan bu? 2 sloy travertin qilganmiz. Keyin ustidan polirovka, keyin ustidan 2 sloy jemchug urganmiz. Baquvvat uyni mana bu suv o'tkazmas, uyni ancha himoya qiladi. Lakirovanniy bo'ladi, ha? Mana bu remis kolonnalariga ham bu betondan quyilgan. Bularga sepib, xuddi shunday zaterka qilib o'ziga xos chiqarib bergan. Bu beton bo'lgan, beton ustidan sepilgan, ha? Xuddi shunday beton remis kolonni quyib ketdi. Biz ishga kelgan vaqtimiz quydi. Qurigandan keyin buni ustiga sepib, chiroyli qilib berdik. Beton bo'lsa juda stop bosarda mustahkam bo'ladi.